Assalomu alaykum hammaga. Ushbu darsda biz JavaScriptni juda chuqur va sodda qilib tushunamiz. Bu dars siz uchun eng muhim foundation bo'ladi. Shuning uchun diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Biz oldin HTML va CSS ni o'rgandik. HTML orqali sayt strukturasi, CSS orqali esa dizaynni qildik. Lekin hali saytimiz tirik emas, ya'ni foydalanuvchi bilan ishlamaydi. Aynan shu joyda JavaScript kiradi. JavaScript bu saytni jonlantiradigan dasturlashtiradi. Oddiy qilib aytganda, HTML skelet desak, CSS tashqi ko'rinish, ya'ni dizayn, JavaScript esa harakat va mantiq bo'ladi. Agar sayt faqat HTML va CSS dan iborat bo'lsa, u faqat ko'rinadi. Lekin JavaScript qo'shilganda sayt ishlay boshlaydi. Masalan, siz tugmani bosasiz va nimadir sodir bo'ladi. Bu JavaScript. Yoki siz inputga noto'g'ri email yozsangiz va sayt sizga xato deyishi, bu ham JavaScript bilan qilinadi. Hozirgi zamonaviy saytlarning hammasi JavaScript bilan ishlaydi. Masalan, Instagram, Telegram web dasturlari, masalan, YouTube bularsiz JavaScript bo'lmaydi. JavaScript qayerda ishlaydi? Asosan ikkita joyda. Brauzer ichida va serverda. Ya'ni server deganda Node.js orqali ishlaydi. Biz hozir brauzer bilan boshlaymiz. Brauzer ichida JavaScript sahifani boshqaradi, elementlarni o'zgartiradi va foydalanuvchi harakatlariga javob beradi. Endi muhim savol: JavaScript qanday ishlaydi? Siz kod yozasiz, brauzer uni o'qiydi va bajaradi. Xuddi shunday ketma-ketlikda ketamiz. Keling, birinchi eng oddiy kodimizni yozamiz. Buning uchun bu yerdan bitta misol ko'rsataman kichkina. Qolgan darslarda biz Visual Editordan ketaveramiz. Kodimizni o'sha yerda yozaveramiz. Eng pastki qismida bu yerda konsol degan tugma bor. O'sha yerga yozsak bo'ladi. Masalan, birinchi kodimiz bu kod konsolga salom dunyo deb yozadi. Konsol bu developerlar uchun maxsus joy. Konsol orqali siz kod ishlayotganini tekshirasiz va xatolarni ko'rasiz. Endi yana bitta misol keltiramiz. Ichiga masalan men JavaScript o'rganyapman deb yozaman. Bu ham konsolga matn chiqaradi. Demak, konsol log bu bizga juda kerakli funksiya. Endi ikkita kodni birga yozamiz va o'shanda ishlatib ko'ramiz. Natija konsolda ikkita alohida qator chiqdi. JavaScript bu dasturlash tili, ya'ni biz kompyuterga buyruq beramiz. Masalan, mana bu matnni chiqar. Ko'rganlaringdek, mana bu matnni chiqar. Mana bu tugmani bosilganda ishlagin. Shunaqa buyruqlar beramiz. Endi JavaScriptni HTML bilan birga ishlatib ko'ramiz. Buning uchun har doimgidek Visual Studio Code ochamiz. Buni chiqib ketyapman. Bu yerga yangi fayl ochaman. Shu fayl bilan darsimizni davom ettiraveramiz.
eng past qismida va konsolga kirsalaring sразу chiqadi. Bu yerda konsol qismi pastki tomonda ko'rganlaringdek, misol tepaga ko'taramiz. Yozganlarimiz. Bu yerda skript ichida kod brauzer tomonidan bajarildi. Agar siz men qilgan tarzda yoki F12 bilan bosib konsolni ochsangiz yozuvlar ko'rasiz. Endi kichik real hayot misoli. Masalan, siz tugma bosasiz va sayt sizga rahmat deb yozadi. Bu JavaScript ishlayotganini bildiradi. Demak, JavaScript bu saytni aqlli qiladi. Xuddi bu yerda qanday yozganimizdek, hozir bular JavaScript bizga ishlayotganini xabar beryapti konsol tomonidan. Ko'rganlaringdek, bugun darsda biz JavaScript nima ekanligini, qayerda ishlashini va qanday ishlashini va nima uchun kerakligini chuqur tushundik. Keyingi darsda esa JavaScriptni HTML ga ulashni amaliy o'rganamiz. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz tugadi, birinchi darsimiz. Keyingi darslarda JavaScriptni chuqur o'rganamiz, aytganimdek. Bu playlistdan 40 ta yoki 50 ta darsdan iborat bo'ladi. Hammaga rahmat.